Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Bugun 3-may 2025 yil Avtoshopda yana bir navbatda savdomiz do'stlar. İlk kunlarning isto'rog'idan Damas mashinamiz oldu. 2024-yilda ishlab chiqarilgan mashina benzinda 1000,5 kilometr yurib turadi. Mashinamizdan istoriya ham post etib ham qo'ydik. Birinchi nomerlar olingan 88 million so'm istoriya qo'ydik. 85 million so'm mahvolga satıldı dostlar. Bugün o'zi olgan odamlar kamera uchun ton kunma azanda Lacetti savdosi qiladi. Ular ham qarshdi kamerani. Va xudo xolasa kamera tushdi. Istamadi, o'zimizning gullardan jasur do'stimizga ketdi. Xudo xolasa hozir bosib ketib, bu yoqni qayda olib borib beramiz. Keyrasi Avtoshop gullarida xizmatdamiz do'stlar. Oh, bitga ketdimi? Xudo xolasa ketdimi? Shunday xizmatlarimiz ham bor. Gullarga bosib ketib olib beramiz hozir.